Uy savdo ilovasi orqali hovli, kvartira, quruq yer, ofis, noturar binolar va boshqa turdagi ko'chmas mulklarni sotish va sotib olishda juda qulay va oson. Ilovani yuklab olib 10 ming so'm bonusga ega bo'ling va bepul e'lonlar joylang. Uy savdo sizni orzuyingizdagi uyga ega bo'lishingiz uchun qayg'uradi. uysavdo.com bilan yangi hayot sari. Ukrainaning Xerson viloyatiga hujum oqibatida o'nlab chechenlar halok bo'ldi. Ukrainaning Xerson viloyati harbiy okrugi rahbari Sergey Xlanning ta'kidlashicha, Ukraina qurolli kuchlarining Xerson viloyatidagi chechen polki bazasiga bergan zarbasi oqibatida 40 dan ortiq rus askari halok bo'lgan, 200 ga yaqini yaralangan, deb yozadi Meduza. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechki hisobotida hujum Kayra qishlog'idagi maktabga uyushtirilgani va oqibatda 30 ga yaqin askar halok bo'lganini ta'kidladi. Chechen muxolifatining Telegram kanali o'z navbatida Checheniston Rossiya gvardiyasining Neftipolk maxsus bo'linmasidagi Qodirovchilar zarbaga uchraganini va kamida 100 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda vayron bo'lgan binoda o'tirgan ba'zi harbiylar chechen tilida gapirib, bir-birlarining jarohatlarini tekshirayotgani aks etgan video paydo bo'ldi. Rossiya qo'mondonligi jangchilarning o'limini rasman tasdiqlamadi. Germaniya prezidenti Ukrainada bombadan qochib bunkerga yashirindi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning Ukraina shaharlariga safari u uchun yoqimsiz voqea bo'lib chiqdi. U Chernigiv viloyatidagi Karyukovka shahrida bomba boshpanasida 1 soat o'tirdi. Havo hujumi haqida ogohlantirish siyosatchi Ukraina shimolidagi ushbu hududga yetib kelganidan bir necha daqiqa o'tib yangragan. Natijada Steinmeierning o'zi, Karyukovka meri Ratan Ahmedov bir guruh fuqarolar bilan birga bomba boshpanasiga yo'l olgan. Prezident mahalliy aholi va shahar rahbari bilan suhbatlashdi. Steinmeierning so'zlariga ko'ra, boshpanada bo'lish unga odamlar qanday sharoitlarda yashash haqida ayniqsa ta'sirli tushuncha bergan. 25-oktyabr kuni ertalab Steinmeier e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukrainaga keldi. Bu Rossiya maxsus harbiy operatsiyasi boshlaganidan beri Germaniya prezidentining Ukrainaga birinchi tashrifidir. Uning Ukrainaga safari o'tgan hafta rejalashtirilgan edi, biroq xavfsizlik sababli qoldirilgandi. Prezident Kiyevga poyezdda yetib kelgan. Mening ukrainaliklarga xabarim, biz faqat siz tomondamiz. Biz Ukrainani iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, degan Germaniya rahbari.